qizlarni mazasi qochib, "Wow, deb yuborishyapti. Qani bitta so'ray, действительно shunaqami yo'qmi dedim. Bugun sizga turishingiz hech pul emas, boshqa savollar beraman. Xo'p, bemalol. Har doim mana Raybonda qizlarni olasiz. Uyushtirilganmi yo qanaqa? Yo'q, hammasi randomniy qizlar ko'chada. Ko'chada shundoq primoy olasiz. Da, begona ko'chada randomniy qizlar. Menga qarang, o'zi hammani emotsiyasini wow deb olib chiqasiz o'zi. Realniy bor narsami? Qani atris, bitta ko'raymi? Hozir. Idimi bu? Hidi? Da, hozir ko'rsataman. Ko'rsiting. Tishlari ham takoy ekanmi? Qani? Wow. Cho'tkigani buni hidi, shu boshqacha gapiryapti. Normalniyatir, bunaqa 99 mingdan arzondan sotyapsizlar buni. Yo'q, bu 99 ming emas. Kim aytdi 99 ming? Qilyapti internet saytlarda 99 ming. Bozorlarda, uzun marketlarda ham chiqib ketib qoldi bu narsa. Zakaz qilasiz-ku, umuman butulkasi boshqacha narsa keladi-da. Ishonmanglar, 99 ming, 49 mingga u atirmas, просто tualetniy voda bo'ladi u. Originali Piyola marketda. 5 ta bonusi ham faqat Piyola marketda. Odamlar ko'p aldanib jalba qilyapti-da bizga ham.